Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun pochtalarni chiqarib boshladik. Bugun 10-fevral. Bir nechta zakazlarimiz bor. O'sha zakazlarni chiqarib boshladik. Qaysidir Qashqadaryoga ketyapti, qaysidir Surxondaryoga deganday. Mana ko'chat ekishlarimiz ham oxirlashib qolyapti. Harakat qilingizlar, ulgurib qolingizlar. Mana 10 talab, 15 talab ham zakaz tushyapti o'rdan. Qalamchalariga, nihollariga, mevalariga zakazlar tushyapti. Bizlar BTS pochtasi bilan ishlaymiz. BTS degani bu bistro доставлена служба deyiladi-da. Bizlar uchun juda bir ishonchli. Vaqtiga yetkazadi. Agar klient akkasiga qaytaradi vaqtiga. O'sha pochta bilan ishlab kelyapmiz. Mana pochtaga olib keldik. Bugun nasib etsa mana shu klientlarga yetkazib beramiz. Yozib, adashib ketmasligi uchun yozib belgilab qo'ydik-da. Mana Navoiy shahrida BTS degan bir pochta bor. O'sha pochta orqali chiqaramiz yuklarimizni. Mana daraxtlarimizni uzunligi bir 35-40 santimetrda bo'lyapti. Mana mevalarimiz. Mevalardan 1 kilodan zakaz tushganda o'shalar yetkazib beramiz. Qiziqingizlar, ulgurib qolingizlar. O'sha vaqt kam qolyapti. Ular kurtak chiqarib ketadi, keyin ekib bo'lmaydi. O'sha uchun harakat qilingizlar, ulgurib qolishga. Men boshida ham aytgandim, har bir xonadonda 2 dona ko'chati o'tish kerak. Shunda 2 dona ko'chati bitta oilaga yetadi-da. Sog'lom yashash uchun doim iste'mol qilib yurish kerak. Mayli. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Mana BTS pochtamiz, o'sha pochta orqali chiqaramiz. Gujit.com mevalarimizni hosildorligi. Ular 1 yilda 13 marta hosil beradi deyilganda. Bu kitobida 13 marta, lekin bizda 13 dan ham oshib ketyapti. Chunki may oyi pishib boshlaydi. Shundan to noyabrda oxiri, dekabrda o'rtalarigacha hosil berib turadi. Bariga tushib ketgandan keyin bular hosil turaveradi-da. O'ralari pishib kelaveradi. Juda ham bir ser hosil narsa. 1 yilda 7 oy ziyodroq hosil beradi-da. Shunda to'g'ri obrobotka qilingan bo'lsa, 3-yilga o'tib 1 kilo daraxtdan 4 kilo quritilgan meva olsa bo'ladi deyilganda. 4 kilo meva olish uchun 16 kilo bo'lish kerak. Gul mevasi. Chunki 4 kilodan 1 kilo qurigan meva chiqadi-da. 4 ga 1 quriydi degani. Yoz kunlariga quritish oson, lekin noyabr, dekabr oylarida quritishimiz ancha qiyinlashib qolib, kichigina muammo bo'ldi. Shuning uchun oxirgi terimlar qolib ketdi. Terib ulgurmadigan quritishni o'ylab daraxtda qolib ketdi. Bu mevalar pishib turgan mevalardan barini murabbo qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Faqat shu keyin yeydiganda, iste'mol qiladiganida me'yor bilan iste'mol qilish kerak. Undan to'g'rab yeyish emas. Mana qoshiqchaga solib me'yor bilan iste'mol qilsa, bu ham yaxshi bo'ladi. Endi u ayrim kasallarga to'g'ri kelmaydi. Masalan, sahrga to'g'ri kelmaydi murabboda. Sahr banalik. Chunki murabboda обязательно sahr qo'shiladi-da. Atak boshqa kasallarga to'g'ri kelaveradi. Bu Gujit.com mevalarni iloji boricha barigini ham nobud qilmaslik kerak. Barigi ham shifo bor. Barigini ham bitta choy damlaganda quruq choy ustiga gartak aralashtirib, barigidan ham ezib sob damlab ketaversa, u ham qonni yaxshi suyultiradi. Qiziqingizda, qiziqishga arziydigan meva ekan.
haqiqatdan mana shifo bag'ishligi judayam bir oliy darajada. Odam bir havas qilsa arziydi.